Assalomu alaykum hurmatli aka va ukalar. Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Baraka bozorida mana Aljon ukamizni do'koniga kelganmiz. Akalar, ukalar, kimga mana shunaqangi to'kir zapchastlar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bu yoq tomonda mana sentrlarimiz Xitoynikilari kelgan. Metchiklarimiz mana rossiyskiylari, mana pastdagisi, mana metchiklarimizda bu Xitoyniki. Bu tomonda mana sentrimiz rossiyskiylaridan, o'sha sovetskiy soyuzning nimalaridan chiqqan. Aka, mana shu yerda shunday nima qilib mana. Mana xudo xolasa, mana rezistlarimiz o'ta ideallardan kelgan qilichlaridan nomer 1. Bemalol kelishlari mumkin. Barcha turdagilardan mavjud. Zakaz ham olamiz albatta. Sivillolarimiz ham bor. Mana metchiklarimiz. Mana rezistlarning nima napaykalar hamma turidan bor mana. Mana klientlarimizdan kelgan savdolar bo'lyapti. Shunga xalaqit berib o'tib ketaylik. Bu tomonda mana pastki tomonda mana sentrlar nima sivilli stanogimiz ham turibdi mana. Mana bu tomonda patrollarimiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta Muzaffar Chavon kanaliga obuna bo'linglar. Eng zo'r yangiliklar bizda, xudo xolasa. Ko'rishguncha salomat bo'linglar. Hozir anchadan beri ochgan yo'q. Arajon, Muzaffar Chavon nomidan keladigan bo'lsa, kelishtirib bering klientlarimizga. Sog' bo'ling.